kesib o'tgan balandliklar o'shaga qarab qo'yib olamiz. Ikkinchi amalga kesgan nuqtasiga qo'yish kerak. Ha, o'rtasiga qo'yish kerak. kesgan nuqtasi. Kesgan nuqtasi bo'yicha o'sha balandliklarni lekin siz chizib o'tgan ixtiyoriy chizib o'tirasiz unda. Ana bo'g'in qo'ldan o'tish shart emas. Ixtiyoriy chizib to'g'ri chizib o'tirasiz. Faqat nima qilish kerak? Suvga kesish kerak. Ham daryoni kesish kerak, ham balandliklarni hammasini kesib o'tish kerak. Tushundingizmi? Berilgan balandliklarni hammasini kesib o'tadigan to'g'ri o'tirasiz. Mana shu yerga tushundingizmi? Tushundingiz-a? Xuddi shu to'g'ri chizib o'tilgandan keyin mana bu nuqtalarni qo'yib olib, nuqtalar degan joyi shart emas mana. O'sha nuqtalarni o'rniga balandliklarni qo'yib chiqamiz. Balandliklar. Mana misol uchun 317 ta 18 19 20 oxirida har xil joylarda kesib o'tgan balandliklarni qo'yib olamiz. Va o'sha joyda nima qilasiz? Mana bu 321 yarim birku. O'sha joy daryonikini o'zi topib ketasiz. Daryonikini topib ketadi-ku. Ikkita balandlik orasida o'zi. O'sha daryonikini topib ketasizda, mana bu yerga qo'yib olasiz. Qo'yib olgandan keyin bu shunaqa ikkinchiga o'xshatib, eng minimaliy 16 dan 116 dan boshlanayotgan maksimal 128 gacha. Xuddi shunaqa mana bu ustunlarni qo'yib olasiz. 16, 18, 22 dan oshib. 2 dan oshib qo'yib olasiz. Qo'yib olgandan keyin jarayon bir xil ketadi. Va balandlik topib olasiz. 17 bilan 17 tutashtirasiz, 18 bilan 18 tutashtirasiz. Oxirida tutashtirib, yer yuzidagi balandlik, yer yuzini hosil qilib olasiz. Yer yuzidagi balandlik bor-ku. O'shani hosil qilib olasiz. Bo'ldi. Mana shu joygacha ikkinchi amaliy ishni bir o'zingiz ko'pchilik yer yuzidagi. Ha, yer yuzidagi anaqa topib qo'yib qo'yasiz. Va daryoni o'ziga qo'yib qo'yasiz. Mana bu qizil chizilgan-ku. Bu kesilgan. O'sha hozir. Demak, qizil chizig'imiz mana bu chizig'imiz o'sha yer yuzini anaqa kesgan. Kesgan. Ya'ni yer yuzini hosil qilgan balandlik. Mana shu qizil nuqta. Qizil chiziq. Bo'ldi, yer yuzini topib olganingizdan keyin o'sha to'g'risi o'tkazilgan-ku tepada. To'g'risi o'tkazilganda o'rtasida har bittasini orasida burg'u quduq o'rilgan. Burg'u quduq o'rilgan. Demak, burg'u quduqida burg'uning balandligi bo'yicha siz yer osti suvlarining anaqasini ko'rsatasiz. Men qaysisi bilmayman. Qanaqa ko'p siyoh rangdagi yer osti suvlarining balandligini ko'rsatib berasiz. Tushundingizmi? Unda xuddi shunaqa burg'uning balandligini to'g'risi tushirasizda, mana buni topasiz. Misol uchun 325 ekan-ku birinchi burg'u. O'ta ko'p. 325 ni to'g'ri tushiramanida 325 topaman. Nuqtani birlashtirib, mana birinchi nuqta bu. Va keyin 324 ekan, 324 dan to'g'ri nuqta tushiraman, 24 topaman. Ikkinchi nuqta. Faqat u tepadan chizib olgan xaritangiz bo'yicha tepadan tushib keladi. Tepadan tushib keladi, nuqtalar topiladi. Nuqtalar topilgandan keyin o'z-o'zidan yer osti suvlarining balandligi kelib chiqadi. Yer osti suvlarining balandligi. Vohakazda demak yer osti suvlarini tepadagi daryoning, ya'ni o'zimizni birinchidan daryoning bir-biriga bog'lanish grafiki kelib chiqadi. Ya'ni bog'lanish chizmasi kelib chiqadi. Pastdagi qanaqa qo'yilgan? Qaysi? Yo'q, xabar.